Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Yevropa Ittifoqi va boshqa davlatlar lagerlar haqidagi maxfiy hujjatlarga inkos bildirdi. Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyati qurilganligining 30 yilligini xotirladi. Çavuşoğlu İslam Hamkorlik Tashkilotining jiddidagi yig'inida Uyg'urlarning tilga oldi. Uyg'urlarning o'tmishi va buguniga nazar muhokama yig'ini ochildi. Tövəndə diktanlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Germaniya, Angliya və Avropa İttifaqı Xitayning 24 noyabr günü aşkarlanğan lagerlar haqidagi maxfiy hujjatiga inkos bildirib, Xitoy hukumatini xalqaro jamiyatning Sharq Turkistonda erkin tekshirish olib berish uchun yo'l qo'yishga chaqirdi. Germaniya Tashqi ishlar ministri Heiko Maas 26 noyabr günü Germaniya Süddeutsche Zeitung gazetining ziyoratini qabul qilganda Xitoyning ustiga olgan xalqaro kishilik huquq mas'uliyatini ado qilish kerakligini bildirib, agar lagerlarda 100 minglagan Uyg'ur tutib turilayotgan bo'lsa, xalqaro jamiyat buningga ko'z yumamaydi degan. Angliya muhofazachi gazetining xabar qilishicha, Angliya Tashqi ishlar ministrligi 25 noyabr günü bayonot e'lon qilib, Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Sharq Turkistondagi lagerlarda darhol va cheklimsiz tekshirish olib berishga yo'l qo'yishga chaqirganligini bildirib, chaqiriqning e'lon qilishiga Xitoyning yaqinda oshkorlangan lagerlar haqidagi maxfiy hujjat sabab bo'lganligini ta'kidlagan. Xabarda qayd qilinishicha, Angliya Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Xitoyning Uyg'ur musulmonlarga va Sharqiy Turkistondagi boshqa etnik millatlarga qaratilgan madaniyat, diniy erkinlik jihatlaridagi chekidan oshgan cheklamalarga xotima berishni talab qilganligini bildirgan. O'xshash kunda Yevropa Ittifoqi bayonot e'lon qilib, rayondagi siyosiy atalmish qayta tarbiyalash lagerlarini tanqid qilgan. Yevropa komissiyasining ayol bayonotchisi o'zlarining yangi oshkorlangan maxfiy hujjatning tafsilotlariga baho bermaydiganligini bildirib, siyosiy qayta tarbiyalash lagerlarining mavjudligiga, Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa osonlik millatlarning keng ko'lamli taqiqlanishi va madaniyat, diniy erkinliklarining cheklanishiga qarshi izchil fikrini bildirib kelayotganligini ta'kidlagan. Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa osonlik millatlarning keng ko'lamli taqiqlanishi va madaniyat, diniy erkinliklarining cheklanishiga qarshi izchil fikrini bildirib kelayotganligini ta'kidlagan. 24 noyabr günü Washingtondagi xalqaro tekshirish axborotchilik birlashmasi Xitoyning lagerdagi tutqunlarni qanday boshqarish haqidagi maxfiy hujjatlarni oshkorlab, xalqaroda qattiq g'ulg'ul qo'zg'agan edi. Yigirma 24 noyabr günü Qirg'iziston Bishkek shahrining Opera va Balet teatrida Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyatining qurilganligining 30 yilligini xotirlash murosimi o'tkazgan bo'lib, Qirg'iziston Jumhuriyatining Oliy kengashining va hukumatining a'zolari, prezident apparatining xodimlari, Qirg'iziston xalq kengashining raisi, Osonlik millatlar markazlarining raislari, o'limalar, Qirg'izistonning 5 viloyat vakillari, shundaqla Qozog'iston, O'zbekiston va Rossiyadagi Uyg'ur jamoatchiligining vakillari bo'lib, jami 800 dan ortiq kishi qatnashgan. 1989 yılı Sobiq Sovet İttifaqının siyosatida demokratiyaning shamoli ijobiy taraf yuzlangan paytdan foydalanib, Uyg'ur xalqining beshini qo'shadigan bir milliy markazni qurib chiqish masalasini Uyg'ur ziyolilaridan Muzaffarxon Qurbonov qatorliqlar o'tirib qo'yib, 1989 yılı 17 dekabr ittifoq jamiyatining ta'sis qurultiyi ochilgan. 30 yil jarayonida ittifoq jamiyati o'ziga loyiq ish choralarni amalga oshirib, Uyg'ur xalqining madaniyat, san'ati va tarixining taraqqiy qilishiga tirishchilik ko'rsatib kelmoqda. Murosim davomida Uyg'ur xalqi va ittifoq jamiyati to'g'risida nurg'un nutqlar so'zlandi. Qirg'iz Cumhuriyeti Oliy kengashining muavin raisi Bakirov Nurlan Uyg'ur xalqining Qirg'iz Cumhuriyetining taraqqiyotiga uzun yillardan buyon zo'r tuhfalarni qo'shib kelayotganligini ta'kidlab, Qirg'izistonning tarixi, madaniyati, iqtisod, salomatlik va boshqa sohalarda Uyg'ur xalqining o'g'il qizlari zo'r tuhfalarni qo'shib kelganligini, faşistlarga qarshi urushda eg'ir kunlarda Uyg'ur xalqi Qirg'iz xalqi bilan birga o'zlarining xolis tuhfalarini qo'shib kelganligini bildirdi. Murosim davomida yana Rossiya, O'zbekiston va Qozog'istonda kelgan Uyg'ur jamoatchiligining vakillari nutq so'zlab, sovg'at bilan tabrikladi. Qozog'istonda nashr qilinadigan Uyg'ur ovoz gazetining bosh muharriri Ershad Asmatov o'z nutqida ittifoq jamiyati bilan 30 yil jarayonida do'stlik aloqada bo'layotganligini ta'kidlab, Uyg'ur jamoatchiligining o'mlik va ittifoqligiga texmi cho'ng utuqlarga erishishini umid qilganligini izhor qildi. Mazkur marosimda ittifoq jamiyati yoshlar komiteti, Intizor milliy soz ansambli, Yulduz Uyg'ur milliy usul ansambli, Qozog'istondagi Quddus Xo'jamiyarov nomidagi Uyg'ur teatrining mohirlarining yoshlik naqshi guruhi va Ruxsor milliy usul ansambli san'at numurlarini o'rindab, tomoshabinlarning qizg'in olqishlariga erishdi. Türkiye Cumhuriyeti Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu G'azza ko'chalarida erkinligi va obro'yini qo'g'dash uchun mangan bir kichik boladan tortib, Quddusning ishg'oli bilan irqchi va inson qalbidan chiqqan yaklashga taqobil turayotgan barliq falastinliklarga salom yo'llaydiganligini, noli faryodlarini anglayotganligini, milyonlarcha musulmon xalqining ular bilan birga ekanligini so'zlab, Quddusning salohiyati va falastinliklarning haq-huquqlarining qo'g'dilishi to'g'risida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy kengashining maxsus jiddiy yig'inlarni chaqirishining qo'lga keltirilgan konkret natijalarning bir qismi ekanligini eskartib, arakanliklar, kashmirliklar, Uyg'urlar, Qibrislik turklar, G'arbiy Trakyadagi osonlik turklar, Shimoliy Amerika va Yevropadagi musulmonlarni o'z ichiga oladigan musulmon xalqlarning, osonliklarning va to'pliqlarning sezgurligi va haq-huquqlarini amaliyotda qo'g'dash tashkilotlarning vazifasi ekanligini ta'kidlagan.
Amerika Uyg'ur Akademiyasining uyushtirishi bilan 23 noyabr kuni Virjiniya shtatida Uyg'urlarning o'tmishi va buguniga nazar muhokama yig'ini o'tkazilgan. Uyg'ur Akademiyasining Amerika tarmoq qurilib tunji qatim o'tkazgan bu ilmiy muhokama yig'ini 11-asrda o'tgan atoqliq Uyg'ur mutafakkiri Yusuf Xasojib tug'ilganligining 1000 yillig'i va 12-dekabr Uyg'ur o'quvchilar harakatining 34 yilligiga bag'ishlangan. Yig'inga qatnashgan doktor Abdulaziz Abduqodir, doktor Nabijan Tursun, doktor Mehmet Emin, doktorant Mustafa Aqsu qatorliq tadqiqotchilar hamda Roshan Abbas, Nurmamat Musabay, Anqar Anvar va Iroda Qashqari qatorliq faoliyatchilar maxsus temalarda doklad bergan. Oldi bilan Amerika Uyg'ur Akademiyasi raisi doktor Erkin Abdulaziz ichilish nutqi so'zlab, yig'inga tashrif qilganlarga rahmatini bildirdi va Uyg'ur tarixidagi davlat boshqarish falsafasining otasi Yusuf Xasojib tug'ilganligining 1000 yilligini qizg'in tabrikladi. Orqadan akademiya sobiq faxriy raisi doktor Erkin Sidiqning tabrik videosi ko'pchilikning huzuriga sunildi. Yig'inda muhokamaga qo'yilgan maqola va dokladlar tema jihatdan 3 chong sohaga bag'ishlangan bo'lib, doktor Nabijan Tursun va Mustafa Aqsu qatorliqlarning doklati Yusuf Xasojibning Qutadg'ubilik nomli asari bo'yicha, doktor Mehmet Emin, Anqar Anvar, Iroda Qashqari qatorliqlarning doklati muhojiratdagi Uyg'urlarning ruhiy sog'lomligi, ona o'qitishi va Uyg'ur urf-odatlari bo'yicha, Nurmamat Musabay va Roshan Abbas qatorliqlarning doklati 1985-yili 12-dekabrdagi Uyg'ur oliy maktabi o'quvchilarining Xitoyga qarshi zo'r namoyishi bo'yicha o'qilgan. Tarix fanlari doktori Nabijan Tursun Mahmud Qashqarining milliy ideyasi va Yusuf Xasojibning tariximizda tutgan o'rni, asardagi milliy ideya. Bu ikki buyuk olimning asarlarining maydonga kelish tarixiy arx ko'rinish qatorliqlar haqida atrofli so'zlab, Urxun Uyg'ur xonligi yimirilgandan keyingi Qaraxoniylar, Etic va Gansu Uyg'ur xonligidan iborat o'xshash davrda mavjud bo'lib turgan xonliqlar orasidagi milliy munosabatni tushuntirib, shu davrdagi Uyg'ur milliy ideyasining siyosiy munosabatlaridagi, shundoqla Turkiy tillar divonida topgan ifodasini tushuntirib o'tgan. Yaqin yillardan buyon Uyg'ur Akademiyasining vatan sirtidagi ilmiy faoliyatlari kun sayin jonlanmoqda. Uyg'ur Akademiyasi 2009-yil Istanbulda qurilgandan beri hozirgacha bo'lgan 10 yil jarayonida muhojiratdagi Uyg'ur bilim egillari, tadqiqotchilar va oliy maktab o'quvchilarini tashkillab, har yili turli temalarda ilmiy muhokama yig'ini ham maxsus temalar bo'yicha doklad berish yig'inlarini uyushtirib kelmoqda. Uningdan sirt Uyg'ur Akademiyasi har qaysi davlatlarda o'qiyotgan Uyg'ur oliy maktab o'quvchilarini tashkillab, qarorlik holda ularga chet el tili, Uyg'ur tarixi, Uyg'ur madaniyati va navbatdagi dunyo vaziyati bo'yicha turli kurs, leksiya ham uchur almashtirish faoliyatlarini uyushtirib kelmoqda. Uyg'ur Akademiyasi yana maxsus o'qish mukofoti ta'sis qilib, Turkiyada o'qiyotgan Uyg'ur oliy maktab o'quvchilari ichidagi natijasi alohida yaxshi bo'lgan va turmush qiyinchilik bo'lgan o'quvchilarga o'qish mukofoti tarqatib kelmoqda. Uyg'ur Akademiyasi o'tgan yildan buyon Amerika va Yevropada tarmoqlarni qurgan bo'lib, bu bir yil ichida Avstraliya, Kanada, Yaponiya va O'rta Osiyoda tarmoq organlarini etishni planlamoqda. Amerika Uyg'ur Akademiyasi Amerikada Uyg'ur bilim egillarining sonining ko'p ham sarxil bo'lishdagi afzalligidan to'liq foydalanib, o'zining ilmiy faoliyatlarini texmi jonlantirdi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.